jigarlar, yana men sizlar bilan Feruzbek 2014-yilda ishlab chiqarilgan Captiva rusumli avtomashinamiz keldi. Ushbu avtomashinamiz qonun tumin qilingan. Ushbu avtomashinamiz kraskalari 100% toza, shatamoy motorlarga javob. Davay, ushbu javoblarni tanishtirib o'tamiz. Diskalar qo'yilgan, balonlar holatda. E'tibor beramiz. Rul, monitor, video registrator qo'yilgan ushbu avtomashinamizga. Yaxshi pultlardan qo'yilgan mashinamizga holati ideal turibdi. Yurgan probeglari atigi 88 000 jigarlar. Mashinamizni xohlagan diagnostikaga olib borib, xohlagan ustalaringizga proverka qilib xarid qilishingiz mumkin. Ushbu avtomashinamiz hadovoy qismlari bomba turibdi. Hurmatli jigarlar, kimda kim